Assalomu alaykum hammaga. O'ziga topdan ishlarimizni boshlab oldik. Bitta 140 mosha solib qo'yamiz elektrik ishlariga. Bu yonida 124 tapetkalargacha pechkalarni almashtashga olib qo'yamiz. Hop. Yani şu xonada xohlasa hamma xizmatlar bor. Bu yoqda kasablar ishlari, kuzovnoy ishlari ham bor. Keyin keyurasida siz narxlardan chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bu yoqda karburator ishlari, molxona hamma ishlayapti.